Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bir ikki kun ko'rmadim, lekin sizlar ichingizda shunaqa kutayotganlar bo'lsa kerak, nimaga so'radi-yu, javobini bermadi deb 3-4 kun oldin so'rovnoma o'tkazdik. O'sha masalan tajribamiz shu vaqtgacha yig'ilgan nimamiz bo'lsa, o'shani o'rgatish ma'nosida sizlarga qiziqmi yo'qmi degan oprosnik o'tkazdik va javobinglar birontasi neytral bo'lmadi va birortasi salbiy bo'lmadi. Hammasi ijobiy natijalar. Ijobiy javoblar bo'ldi. O'ylaymanki, sizlarga balkim qiziq bo'lsa kerak. Men endi shu paytgacha o'ylagan narsalarimni hammasini sizlarga boricha aytib berishga harakat qilaman. Professional kamera emas, oddiy telefonga, oddiy holatda tabiiy, xolis bilganlarimni tushuntirib beraman va shu kungacha qilgan xulosalarimni etaplarni sizlarga tushuntirib bermoqchiman. O'sha kungi gap, agar mabodo qiziq bo'lmasa, vaqtinglarni bekorga ketkazmanglar, tepaga yoki yonga bundoq o'tkazib yuborsanglar, boshqa odam kuzataverasizlar. Men o'zimni 10 yillik tajribamdan qilgan xulosamni aytib bermoqchiman. Xo'p, avvalambor mana bunaqa bo'lish kerak degan fikrni aytmayman. O'zimda qanaqa etaplarni bosib o'tdim. Agar kimgadir shu qiziq bo'lsa, hammani o'zini hayot yo'li bor, hammani o'zini ish tajribasi bor. Hammaga boshqa shablon to'g'ri kelishi ham mumkin, lekin aynan menikini bilmoqchi bo'lganlar uchun ochig'ini boricha aytib berishga harakat qilaman. Xo'p, hozirgacha bo'lgan ish tajribamni 5 ta qismga bo'laman. 5 ta qism, ya'ni birinchisi, hozir kamerani bitta tekshirib olaychi. Birinchisi 10 yildan oshiqroq muddat qurilishi ichida ustachilikni har qanaqa yo'nalishlarga kirib chiqqanmiz. Asosiy yo'nalishimiz duradgorchilik. Bu 10 yil, 11 yilni tashkil qiladi. Ro'parasi 11 yil. Buni ham ichlarini hozir aytib beraman. Ana undan keyin o'qish muddati bularni orasida o'tib ketgan. Chunki biz o'qish paytida ham ishlaganmiz, lekin arxitekturaviy, masalan, amaliyot arxitekturaga kirib kelgan vaqtimni o'qishdan tashqarisini hisoblaganimizda ham hozir 11 yil bo'libdi ro'parasi. Buni 4 yildan bo'lamiz. Birinchi 8 yilligi mutlaq ish o'rganishga ketgan davr hisoblanadi. Ikkita ustozda. E'tibor berasizlar, har 4 yilda ustoz almashtirganmiz. Ya'ni qurilish sohasidan keyin arxitekturaga o'tganimdan keyin 4 yil bitta ustoz ko'rdim, yana 4 yil bitta ustoz, keyin yana 4 yil o'zim shaxsiy hozirgi kundagi holatim yana 4 yil bo'ladigan bo'lsa, ustozdan tashqari, ana endi yana shu o'zimda ehtiyoj sezmaymanki, yana nimadir o'rganish kerak, keyingi etaplarga o'tishimiz kerak, bosqichga. Shunaqa, meni o'zimni tabiatimda shunaqa narsa bor ekan. Hozir xulosa qilganimda bilib qoldimki, har 4 yilda bir narsadan zerikaman, bir xillikdan zerikaman. O'shaning uchun. Xo'p, endi bir boshdan boshlaymiz. Ozgina sabr bilan ko'rasizlar yoki o'tkazib yuborasizlar. Fikringlarni albatta qoldiringlar. Sizlarda qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi? Bu sizlarniki ham menga qiziq, albatta o'qiyman izohlarni. Xo'p, birinchi 11 yilligim qurilishda arxitektura yo'nalishida, qurilishda duradgorchilik yo'nalishida 11 yil ishlaganman. 2003-yildan boshlab 2013-yilgacha qurilishda yurganman. U ustozimdan tog'am bo'lganlar, meni birinchi ustozim qurilishni o'rgatgan. Menda shunaqa fe'l-atvor borki, har bitta odamning etagini ushlab yurgan paytimda undan o'rgansa bo'ladigan hamma narsani olishga harakat qilaman. Va mana shu narsa menga o'sha potok kelishi, uzilishi boshlaganini his qilganimda, u odamdan nimadir meni itaradi, o'sha odamdan uzoqlashishga to'g'ri kelib qoladi. Ya'ni 11 yil bo'lganda bitta shunaqangi qurilishlar qildikki, o'sha paytda jamoa dedim, Raziz akani chizgan patologlarga o'xshash figurali butun san'atni faqat figuralar tashkil qiladigandek, tomlar ham uchiga burgut qo'yib qo'yib, qirrali tomlar moda bo'lgan paytda ustozlarimiz va ustozimizni atrofidagi ko'pgina ustalar ham o'sha figuralarda geometrik shakllarni chiqarishga qiynalishgan. Men bu orada arxitekturada o'qirdim. Umuman olganda o'sha shakllarni ustozimga ham kerak bo'lsa bir xil joylarda yordamlashib, bir xil joylarda men oldinga o'tib ketib qurilishni boshqaradigan bo'lib ketib qoldim. Keyin eng oxirgi yopgan tomimizdan keyin menga aytganlarki, shu endi sherikchilikda ishlaymiz, 50-50, men sendan o'rganadigan payt kelibdi deganlar. Ana shu gapni eshitgandan keyin boshqa bironta joyda birga ishlamadik. Bilmayman, o'shandan keyin uzoqlashdim. Menga o'sha boshqa odam kerakligini bildim. Ustozim o'zlari bilib-bilmay shu gapni aytdilar menga, lekin bu narsa boshqacha ta'sir qilganki, o'sha ketadigan davring kelibdi degandek ta'sir qilgan. Pul uchun ishlagan odam bo'lsa, o'sha eng zo'r payti bo'ladi. Ana endi 50-50 yoki kerak bo'lsa ulardan ham ko'proq pul topaman degan ma'noda motivatsiyasi pulda bo'lsa, o'sha paytda yana ham bog'lanib qolarsiz balkim. Men ustozlarimdan ketishimga shu sabab bo'lgan. Ana undan keyin arxitekturada 2013-yildan 14gacha bitta firmada yarimchalik amaliyot qilgan bo'lsam, 14-yildan boshlab to'liq holatda Arkada firmasi Otabek Rustamov qo'llarida shogird bo'lib ish boshlaganman. Yakka tartibdagi xonadonlar loyihalashda har bir ikir-chikirigacha e'tibor berib, kerak bo'lsa loyiha so'rovi cho'zilgan taqdirda ham, mijozimizga ma'qul kelib mana shu loyihangiz bo'ladi degan taqdirda ham ustozimiz o'zlari qo'ymasdilar, loyihani o'zgartirib, butunlay uyi egasi tomon bo'lib
bunaqa insonlarni perfeksionist deyiladi. Juda ham ikir-chikirigacha e'tibor berib, shogirdlarni rosa qiynardilar, lekin hozir bilaman bu qilgan ishlarning hammasi to'g'riligini. 2014 dan 18 gacha ularda ishladim. Ularda ham oxirgi 2018-yilga yaqinlashgan paytlarda shunaqa holat bo'ldiki, ko'p ishlarni o'zimga tashab qo'yib, ya'ni ishonch ko'p bo'lgan, tekshirish kam bo'lgan va o'zlari ham o'sha tashqarida bir nimalarni o'rganishga kerak bo'lsa o'nlardagi o'sha ishxonada ba'zi holatlarda ishonib tashab ketardilar ishxonani. Mana shunaqa holat ko'paygandan keyin men sezdimki, demak endi o'rgatadigan narsalarini sal kamayib qolibdi. Bu yog'iga go'yoki o'sha xodimdek munosabatda bo'lyaptilar. Men o'zimni shogird deb ko'raman. Hayolimda aylanishni boshlagan, boshqacha loyihalarga o'tishim kerak endi degan narsani o'ylab yurganimda do'stlarim bundan xabari bo'lgan, aytganman ularga. Va bitta o'rtog'im kelib aytganki, o'sha Arc Design firmasida Oybek akaga aytib ko'raymi degan. Ha, aytib ko'r. Keyin uchrashuv bo'lgan, uchrashuvdan keyin o'sha mayli kelgin, dushanba kuni borib ko'rishgan bo'lsak, jumada kelgin deganlar, hop, ishlarimni ko'rsatganman, yoqqan. Ana o'shanga e'tibor berasizlarki, 2018-yildan keyin 22-yilgacha adashmasam Oybek aka Tolipov Arc Design firmasida u paytda direktor edilar. 2020gacha direktorlik qilganlar, keyin iBuild firmasiga hozir asos solganlar. Bu ilt deb yoziladi, kirib ko'rsanglar bo'ladi. O'sha yerda Oybek Tolipov, meni ikkinchi ustozim arxitektura yo'nalishida. Hop, o'shalardan o'rganib 2022-yillarigacha u yo'llarda yurganman. Bu orada 2020-yilda o'zimning firmamni ochdim sherigim bilan va o'shandan beri hozir mana 4 yil bo'ldi. Hisoblasangiz 2022gacha ham ustozim yo'llarda o'rganib, ham bu yoqda firma ochib, bu menga ustozimning firmalarini poligon sifatida foydalanishga juda ham zo'r imkoniyat bergan. Ularga men minnatdorchiligimni aytishim kerak, sababi bizga shunaqa imkoniyat qilib berganlarki, ham biz o'zlarining firmalarida ishlab, ham yarim stavkada o'zimizni firmani ochish bilan ovora bo'lganmiz. Bu birinchi yildagi bizning yo'qotishlarimizni kompensatsiya qilib bergan. Biz bu yoqda topganlarimizni firmaga tashmalaganmiz, boshqa bo'lgan ish qilib, mashina qilib oyoqqa turgan bizning o'zimizning korxonamiz. Shunaqa qilib 2021-yilda bizning firmamiz samostoятельный tashkil topib, o'zi отдельно yurish boshlagan bo'lsa, mana bu yil 2025-yildan yana menda ichimda shunaqa narsa bo'ldiki, yangi ustoz topish kerak, o'rganish kerak. Endi bu narsalarni ham ochig'ini aytaveramiz. Abror Zaripov, ko'pchilik soha ichidagi ancha yildan beri ishlayotganlar taniydi, lekin omma bu inson haqida hech narsa eshitmagan bo'lish kerak. Abror Zaripov Aza Project asoschisi, dizayner, ko'zga ko'ringan dizayner. Bu insonlarni men aytamanki, birinchi ustozimni ham, ikkinchi ustozimni ham, uchinchi ustozimni ham bir qo'pol o'xshatish bo'lsa ham dinozavrlarga o'xshatsak bo'ladi. Sababi ularni ochiq ommani ichida ko'rmaysizlar, lekin ularga ommani ichida ko'rinish ham kerak emas bizga o'xshab. Masalan, mijoz jalb qilish, marketing yo'nalishlari, media sohasiga qarab qolingan joylari yo'q ularda. Mijozlari o'ziga yarasha obro'li mijozlar, ularni tanish bilishlari, marketing yo'nalishi ham o'sha ketiga ulanib, faqat mijoz ketidan mijoz kelib, qisqasi ishlari o'ziga yetarli va bizga nima deydi, faqat ko'rganlarim katta loyihalarni qilishadi. Endi birinchi ustozimda yakka tartibdagi xonadonlarni o'rgangan bo'lsam, ikkinchi ustozimda katta jamoa bilan ishlash, katta loyihalar qilishni o'rgandik. Undan keyin o'zimga mos yo'nalish tanlab, yana IJS yo'nalishida ko'p shug'ullandim. Mana endi hozir dizayn yo'nalishida yana malakamizni oshirish uchun yana o'rganishda davom etyapmiz. Sizlarga ham tavsiyam shuki, 12 yillik tajribam degan ma'noda men zo'r mutaxassis bo'ldim. O'shaning uchun endi men xulosani aytib, shogirdlarni o'zimga qaratib o'tiradigan darajaga yetdim degan ma'noda emas. Hali ham o'rganyapmiz. Bu sohada hech kim yetuk mutaxassis deb o'zini aytishga haqqi yo'q. O'rganishda davom etishimiz kerak. Birinchi ustozim ham, ikkinchi ustozim ham, uchinchi ustozim ham yonimda, atrofimda. Qachonki ularni o'zini yo'nalishida savollar chiqsa, bittada aloqaga chiqaman, har doim yordamlikasini berishadi. Bizning oldimizda madad berib turadiganlar bor. Shunaqa, bizning tajribamiz shunaqa bo'lgan. Endi sizlarga ham shuni tavsiya qilmoqchimanki, arxitektura yo'nalishi shunaqa yo'nalishki, hamma o'zining ishini muhim deydi. Bu dunyoda masalan cosplay ham aytadiki, hammaga oyoq kiyim kerak, demak biza kerakmiz deydi. Navoiylar hamma non yeydi, biza bo'lmasak bo'lmaydi deydi. Men ham o'zimning fikrlarimni, o'zimning falsafamni sizlarga aytmoqchimanki, arxitektura yo'nalishi shunaqa yo'nalishki, biza ketganimizdan keyin orqamizdan iz qoldirib ketamiz. Xudoyim chegaralab yaratib qo'ygan yerni bir qismini o'zimizni ishimiz bilan zayn qilib ketdikmi, o'shanga yarasha dastoyni ish qilib berishimiz kerak. Va yana bir narsaga e'tibor beringlarki, Navoiy noni shirin chiqdimi, sho'r chiqdimi, yeyiladi, hazm bo'ladi, gunohi savobi o'zi bilan ketdi, tamom. Kerak bo'lsa mediklarniki ham shunaqa, lekin bizning ishimiz shunaqaki, balki 1000 yildan keyin ko'rib o'shanga baho berilar. Siz bizdan keyin o'tib ketganimizdan keyin 500-600 yillar davomida orqamizdan yo qarg'ish, yo duo yetib turadi, chunki bizdan oldin yashaganlarning hammasiga baho tarix orqali baho beriladiki, ular yashagan binolarga qarab. Shuning uchun
juda ham mas'uliyatli kasbdamiz, doim o'rganishda davom etishimiz kerak va shogirdlarga bir narsani ta'kidlab aytmoqchimanki, uchebniy sentrni bitirib turib, o'zingiz alohida firma ochishga jur'atli bo'lib ketishdan ehtiyot bo'ling. Bo'lishi mumkin, sizni duxingiz zo'r bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin siz o'zingizni nima deydi, ijodkorman, qobiliyatliman dersiz. Lekin hozir aytganimdek, bizaniki yo sadaqa joriya bo'lib qoladi, ketganimizdan keyin ham savob kelib turadigan ish bo'ladi. Yoki bo'lmasam teskarisi, ketganingizdan keyin ham gunoh kelib turadigan ish bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa binoni shunaqa qarasanglar bo'ladiki, bizadan ancha ko'p yashaydi. Bunga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Hozir ham o'sha Rimdagilar, bizani Samarqanddagi, umuman Osor atiqalarning hammasiga qaraydigan bo'lsanglar, hammasi o'sha paytdagi me'morlarni san'atidan, farosatidan, ilmidan, o'sha paytda madaniyatidan gapirib turibdi. Biza butun xalqqa madaniyatini ko'rsatib beradigan insonlarmiz. Agar o'sha loyiha qilishda, planirovka qilishda madaniyatsizlikka yo'l qo'yadigan bo'lsak, demakki bizadan keyingilar ko'rib, mana shunaqa bo'lgan ekan o'sha paytda. Demak, ochiq aytishim mumkin, ishrat qilinadigan xonadonlarni yoki bo'lmasam o'shunaqa binolarni, pivnoy barlarni yoki boshqa shunaqa diskotekalarni ko'paytiring. Demak, 100 yil, 200 yildan keyin aytishadi, shu davrda rosa shunaqa narsa bolalagan ekan. Yoki maktab, madrasani ko'paytiring, unga ham shunaqa xulosa olasiz. Demak, biza arxitektor sifatida tarixi yozilishiga o'zimizning hissamizni qo'shamiz. Bunga jiddiyroq qarashimiz kerak va mana shuni mas'uliyatini his qilib ishlashimiz kerak bo'ladi. O'zimning tariximni aytaman dedim, ma'ruzaga o'xshab ketib qoldi. Uzr so'rayman. Salomat bo'linglar. O'rganmoqchi bo'lganlarga jo'natish mumkin bo'lsa jo'natib qo'yasizlar. Hozir buni men bilmayman. Oldindan reels qilaman yoki istoriya qilaman, bilmadim. Balkim adreska qilib istoriyaga joylab, to'liq holatini YouTube'da ko'rarsiz. Buni rejalashtirib ko'ramiz. Vaqtinglarni ajratganinglar uchun rahmat. Agar erinmasanglar bitta like bosib qo'yinglar va alohida tavsiyam ustozlarimni har birini internetdan topib podpiska bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bizani shu darajaga yetishimizga qo'limizda nimadir sizlarga ma'qul kelib, bizani uslubimiz yoqayotgan bo'lsa, o'shalarning o'rni beqiyos. O'shalar o'rgatgan narsalarni biz davomini ko'rsatib yuramiz. Otabek Rustamov, Oybek Tolipov, Abror Zaripov, Aza Project. Hammalariga obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kechirasizlar, yana bitta narsa esdan chiqib qolibdi. Buni men juda ham tajribali, uzoq yildan beri ishlaydigan va ijodkor degan nomga arziydigan texnik emas, shunchaki copy paste qiladigan arxitektorlar ham bor. Haqiqiy ijod qiladigan arxitektorlardan fikr eshitsanglar, hammasi bu fikrimga 100-200% qo'shiladi va buni men izohlab ham bera olaman o'zimning so'zlarimda. Mana shu narsaga xaris bo'lish kerak, e'tiborli bo'lish kerak, buni ishlatish kerak. To'g'ri, Revit bor, Max bor, Lumion bilmayman, hozir men AutoCADdan boshqasini bilmayman, ochiq qilib aytadigan bo'lsam. Hammasi o'z yo'liga, lekin mana bu gapiradi. Mana shu gapiradi. Buni meni sherigim aytadilar, Ulug'bek akam hikmati bor qalamni deb. Chunki bizning taqdirimizni ham qalam yozgan. Bizani emas, umuman koinotni taqdirini qalam yozgan. Qalam birinchi yaralgan degan narsa aniqlar bor. U tarafini to'chni bilmaganim uchun hozir aniq qilib aytmayman, lekin qalamning hikmati bor. Bu qalam qo'lingizga tushgandan keyin ijod qilish qobiliyatingiz yanada yuksaladi, yana ham ochilib boradi. O'shaning uchun texnik bo'lib qolishdan qoching. Qalamda nimadir chizishga har doim ishtiyoqmand bo'lishingiz kerak. Qalamni ishlatishni o'rganing. Maxdan ko'ra, AutoCADdan ko'ra, Revitdan ko'ra birinchi o'rinda bu. Bunda chizib berilgan g'oyalarni ana endi texnika orqali xohlagan ko'rinishingizda taqdimot qilishingiz mumkin bo'ladi. Shunaqa gaplar.